Ay yuragim. Bu uyimiz shaharimizni yuragida joylashgan. Siz so'ragandingiz, men bilaman. Siz menga aytgandingizki, shaharning sentri bo'lsin, yuragi bo'lsin, zolotoy etaj bo'lsin, tilloga ham topilmaydigan kvartira bo'lsin dedingiz. Mana siz uchun zolotoy etaj 2-qavatdagi 103 kvadratlik mana shunaqangi shinam xonani topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ring. Men qarang, opajon, shuncha qaraysiz, o'tkazib yuborasiz, biron marta laykchani bosmaysizlar. Instagramdan so'radim, laykcha bosganingizda umuman pul olmas ekan. Operator bitta o'ylarni alayida obzor qilamiz. Kelaveray. Birinchi zaldan boshlaymiz. Operator, bu uy vaqti meni yuragimni og'ritdi. Qarochi, men kartinkalarga qaraysiz, originalni eng zo'ri. Bu uy egalarini taniyman, juda ham yaxshi. Uylariga biron marta arzon narsa ishlatmaydilar. Hatto mana shu atachento, mana shu nikellargacha eng zo'r originalni ishlatganlar. Televizorlargacha, dekorlargacha e'tibor berasiz. Hatto mana shu mexli mebel ham eng zo'rini qo'yganlar. Trezamiz bor, pardani luboy ayollar ko'rsa, mana shu narsani yaxshi ko'rib qoladi. Chunki juda ham eng zo'rini, qimmatini tanlab qo'yganlar. Uyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Bu mehmonxona, kattalar uchun yotoqxona. Bu uy boshqa uylardan farq qilishi kattagina trezasi bor, do'stpani divani bor. Operator, bu uyni sekreti termodona, o'zini ichidan unitazi bor, ya'niki dushi bor. Qarochi, u ularni bezovta qilmaydi, o'zini uyida hammom, hojatxonasi bor. Bolalar uchun yotoqxona, ikkita divanchasi bor. Trezasi bor, o'zini garderob zonasi bor. Mana shu dars qiladigan, kompyuter qo'yadigan mebelchasi ham bor. Mana bu 4-xonamiz. Operator, ichkariga kiring. Bu ham mebelchasi bilan birga moyishi aboy eng zo'rini qilgan. Eshiklarga e'tibor berasiz, operator. Boshqa yerga mana shunaqa eshiklar juda ham kam ishlatiladi, lekin bular zo'rini tanlagan. Mana shu uyimiz 4 xonalik, 103 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak, $115,000. Pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqing, xudo xolasa yana tushirib olsangiz ham bo'ladi. Mana shu xonning o'ziga bitta uголок qo'yib, mana shu yerga mehmonlarni kutib olsangiz bo'ladi. Televizor zona ham tashab ketilgan. Operator, ana endi общий sanitарni bitta ko'rasiz. Vannasi bor, unitaz bor, rakveni bor, kafeni eng zo'rini tanlaganlar. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxonniga kiramiz. Kuxonni high-tech stilda mana shunaqangi stolcha qo'ygan. O'tiradigan ham mana shu dahshatini, rakvenisi, gaz plitasi, stralniy mashina, duxkonturniy kotel. Endi modadan qoldi, duxkonturni aytma dedi ko'plar. Bu xonamiz как положено, hamma narsasi bor. Bu tarafda ham mebeli, qarang, xolodilnik yangi turibdi. Kafelarni qora chaqmoq zo'rini qilgan, mana shunga moslab qilgan. Ayollarimizni orzusidagi kuxni bo'ladi. Kuxnimizga ham televizor bor.